2024 yılının ahırkı qo'ng'iroq chalinish oldida sizlarmi bu bir yilga nazar silib, qalbinglar cheksiz hissiyot va umidga to'ldimi? Bu bir yilda Hunarvan Korpusi Qashqar qadimi shahri va uning atrofida ko'rinish orqali sonsizlagan hunarvanlarning nadir daqiqalarini xotirladi. Bular bizning o'sib yetilishimiz va o'zgarishimizga guvoh bo'ldi. Bu bir yilda biz qadimi shaharning har bir bulung'usqoqlarida kamera orqali an'ana bilan zamonaviylik kiralashib ketgan hunar san'at jarayonini suratga oldik. Har qatimliq suratga ilish bir qatimliq xotira. Hammasi hunarvanlarning aql parosatiga bo'lgan hurmat. Biroq 2024 yili sizlar filmni ko'rganinglardek o'nishliq bo'lmadi. Bu yil ichida shirkat iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelib, ruhimiz tushib ketdi. Hunarvan Korpumuz shirkat bilan birga xirosga faol taqobil turib, hal qilish yo'lini izladik hamda bu qiyinchiliklarni bosib o'tdik. Bu jarayonda biz har xil hunarvanlarni uchratdik. Ba'zilari o'taq qizg'in, biz bilan mahorat va ta'sirotdan tang bahramand bo'ldi. Ba'zilari bo'lsa muomalasi so'quq. Biz xirs ichida uzluksiz o'sib yetildik. Lekin dal mush kechirmishlar orqali biz o'ngishsiz sharoitda qandoq ilgirlashni o'rganib, qandoq qilganda har qatimliq hamkorlik va fursatni texnik qadrligili bo'lganligi haqida izlandik. Biz hunarvanlarning kamolatga yetgan mahoratini xotirlab qolmay, yana xizmatdoshlarning o'zini beg'ishlash ruhiga guvoh bo'ldik. Ular yurtidan yiroq bu notanish zaminda qon tari bilan o'ziga taalluq hikoyalarni yozyotdi. Mayli tomuz issiq yoz kunlari bo'lsin yoki qahrton sovuq qish kunlari bo'lsin, hammamiz ish o'rinlarimizda chang turib ishladik. Ko'rinish orqali har bir esil daqiqani xotirlab mangdik. Bu bir yilda biz hunar, turmush, o'sib yetilish to'g'risida texnik ko'p bilim va tajribalarni to'pladik. Bu jarayonda biz bilan faol moslashgan har bir hunarvan, xizmatdosh, har bir tomoshabin do'stlarga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Sizlarning qo'llashinglar va rag'batlantirishinglar ostida biz qiyinchilik oldida tizib tutmay, xiris ichida uzluksiz o'sib yetildik. Yangi bir yilga nazar solsak, biz hunar san'at ruhiga davomli varislik qilib, kamera orqali Güzel Qashqardagi texnik ko'p hunarvanlarning esil mahoratlari va hikoyalarini xotirlab qolamiz. Shuning bilan bir vaqtda biz texnik ko'p o'xshash fikrdagi hunarvanlar bilan qo'l tutishib ilg'irlab, bizga mansub shalliq sahifani o'rtaq bitishni umid qilamiz.